Dream tizimidagi qaytarish cheklari komponenti bo'yicha o'quv videoga xush kelibsiz. Ushbu komponent oldin sotilgan tovarlarni qaytarishni rasmiylashtirish imkonini beradi. Komponentda barcha qaytarish cheklari ro'yxati ko'rsatiladi. Cheklar bilan ishlash uchun quyidagi tugmalar mavjud: ochish, ko'rish va tahrirlash uchun, o'chirish, ochiq chekni o'chirish uchun. Standart holatda qaytarish cheklari yangidan eskiga qarab tartiblanadi. Yangi qaytarish yaratish uchun yaratish tugmasini bosing va asos qilib olinadigan xarajat chekini tanlang. Zarurat bo'lsa, izoh kiriting. Xarajat cheki tanlangach, u bo'yicha sotilgan mahsulotlar ro'yxati paydo bo'ladi. Kerakli mahsulotni tanlang. Miqdorini kiriting yoki to'liq chekni qaytarish tugmasini bosing. Jarayonni yakunlash uchun qaytarishni rasmiylashtirish tugmasini bosing. Tizim 3 ta variantni taklif qiladi. Fiskal qaytarish, multikassa orqali chekni chop etish va ma'lumotlarni soliq organiga yuborish bilan. Tovarning oddiy qaytarilishi, fiskalizatsiyasiz, lekin chop etish bilan, masalan, ichki operatsiyalar yoki hisob uchun. Chop etmasdan yopish, fiskalizatsiyasiz va cheksiz. Qaytarish usuli avtomatik tanlanadi. Asl chekdagi kabi: naqd, ustart, humo, payme, klik va boshqalar. Zarurat bo'lsa, uni qolda o'zgartirish mumkin. Tizim sotilganidan ortiq miqdorni qaytarishga yo'l qo'ymaydi. Qisman qaytarish ham mumkin. Markirovkalangan mahsulotni qolda yoki markirovka kodini skanerlash orqali qaytarish mumkin, agar asl belgisi tizimi bilan integratsiya mavjud bo'lsa. Zarurat bo'lsa, chekka izohni o'zgartirish yoki u hali o'tkazilmagan bo'lsa, uni o'chirish mumkin. Shuningdek, siz qaytarishni chiqim cheklar jurnali orqali ham yaratishingiz mumkin. Kerakli chekni topib, qaytarish rasmiylashtirish tugmasini bosing. Qaytarishni yaratish uchun chiqim cheki o'tkazilgan bo'lishi kerak. Barcha qaytarishlar saqlanadi va jurnalda ko'rsatiladi. Ular hisobotlarda va smena nazoratida ishtirok etadi. Endi siz dorim tizimida qaytarishni qanday tez va qulay rasmiylashtirishni bilasiz. Agar siz bizning imkoniyatlarimiz, yangi funksiyalarimiz va yangilanishlarimiz haqida ko'proq bilishni istasangiz, albatta YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Like bosing, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, Telegram kanalimizga obuna bo'ling va barcha yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.